Achchiq chuchuk qurtib pishirilgan kalgush qiyiqini ayildi mundaq tayyorlab yeb beqanglar do'stlar. Sirtdan kalgush qiyiqidimi bekerek mezzilik ham yeyishlik bo'ldi, talishib turib yeb ketsizlar. Aldı bilan kalgushni barmoqimizning cho'nlig'ida siziqlari bo'yicha to'g'raymiz. Andan ustiga tuz, bir tal tuxum chiqib tekshi aralashtiramiz. Qozonga may qo'yib, may qizig'anda kalgushni silib, normal o'tda aldirmay pishiramiz. Kalgush qiyiqi bo'lg'achqa bekerek pishirvasak ta'm texim payzi bo'ladi. Andan kavachin, qo'zoqdachin, dapanjilasi, xushbiroq yupurmoq, zanjivil, ko'k piyoz, oshkukki qatorliq materiallarni filmda ko'rsatilgandek miqdorda tayyorlab, bir cho'mish atrofidagi mayga silib, xushbiroq may tayyorlab olamiz. Do'stlar, ko'rib mushakapsizlar, qo'shmaganlar qo'shinglar. Har kuni sizlar uchun yangilik mazmunlarni tayyorlashga tirishyapmiz. Bizni qo'llash uchun yurak belgisini ko'plab besib qo'ygan bo'lsanglar. Andan 3 qo'shiq cho'nroq so'qilgan qizilmush, 1 qo'shiq kavob tutqusi, 2 qo'shiq sira, 1 qo'shiq kavachin talqini, 5 qo'shiq kunjut qatorliqlarni xushbiroq mayga silib, keyindala kalgushni silib 1-2 minut qovurib olamiz. Shunchalik mezzilik ham yeyishlik kalgush qiyiqi shuning bilan tayyor bo'ldi. Do'stlar, bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayoniga jiq kunlarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qo'llag'iningizga rahmat.